İkinci Cumhuriyetning bosh kotibi Abdurauf Mahsum İbrahimi. Miladiya 1944-yili 12 noyabr G'ulji shahrida qurilgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining davlat rahbarlari va ularning ish izlarini to'liq biladigan Uyg'urlar ancha ko'p bo'lmasa kerak. Shu vajidan kun sari unutilib ketayotgan ashu suyimli kishilarning qisqacha hayoti va kurashlaridan xabardor bo'lish har bir vatanparvar Uyg'urning bosh tortib bo'lmaydigan burchidir. Ani shularning biri mazkur hukumatning bosh kotibi Abdurauf Mahsum İbrahimi idi. Abdurauf Mahsum İbrahimi 1914-yili G'uljida tug'ilgan. U o'smirlik va yosh vaqtlarida G'ulji shahrida Abdul Mutali Xalpitim, Jirjis Hoji va Mas'ud Sabriyning maktabida diniy va fanniy ma'rif tarbiyasi olgan. Shuningdek, ularning ta'lim tarbiyasi jarayonida Mustafa Kamalning Türk millatparvarlik va vatanparvarlik iddialari bilan tanishgan. Abdurauf Mahsum İbrahimining yoshlik davri dal Xo'janiyaz Hojim, Sabit Damulla, Maqsud Muhiti va Muhammad Imin Bug'ra qatorliqlarning rahbarligida bütün Sharqiy Turkiston miqyosida portlagan milliy ozodlik harakatiga to'g'ri kelgan bo'lib, u xalqning hurlikka naqadar tashna ekanligini hamda bu yo'lda borligini ato qilishdek yuksak milliy va diniy ruhini o'z ko'z bilan ko'rgan. U yana 1930-yillarda ilida elib berilgan Ma'ruf Saidi, Teyip Zat Hacı Sabitop qatarlıq Uyghur millatparvar ziyolilarining ma'rif oqartish harakatlarga ishtirok qilgan hamda Moskvaning ishonchisiga erishib olgan Jallat Shingseyning asli mohiyatini oshkorlab, xalq ustidan elib borgan terrorlik siyosatining zarbasiga uchrab, ashu necha yuz minglagan begunoh turmalarga tashlangan haqqoniyatchi Uyg'urlar qatoridan o'rin olgan. 1941-yildagi adliyalik baholashda Alixon To'ra bilan bir qatorda turmadan qo'yib berilgan Abdurauf Mahsum G'uljiga qaytib kelgan hamonlar xalqni qanday qutqizish haqida izlanishga boshlagan. Abdurauf Mahsum apandining vafot bo'lishidan ilgari doktor Nabijon Tursunga so'zlab berishicha, u hiylagar, razil va yuzsiz dushmandan qutulish yo'lining faqat qo'liga qurol elib jang maydonlariga otlanish ekanligini to'nib yetib, milliy ozodlik yo'lida izlangan, tirishqon va badal to'lashga har vaqt tayyor turgan. Natijada 1944-yili 4-aprel kuni G'ulji shahrida ozodlik tashkiloti qurilganda tunji bo'lib uningga ishtirok qilib, mazkur maxfiy tashkilotning qurg'uvchi a'zosi va aktiv siyosiy faoliyatchiga aylangan. 1944-yili 8-oyda Tangri tog'larining shimolida Fatih Batur, G'ani Batur, Akbar Batur va Rafiq Batur qatorliq Uyg'ur, Qozoq va tatarlardan tashkillangan rahbariy guruhi boshchiligida Uyg'ur qozoqlarni asosiy gavda qilgan Nilqa qo'zg'olonga portlab 7-oktyabr Nilqa ozod qilingandan keyin mazkur milliy inqilob butun Ili viloyatiga tez kengaygan. Hamda shu yili 7-noyabr kuni G'ulji qo'zg'olonga portlab, qo'zg'olonning 5-kuni, ya'ni 12-noyabr Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti vaqtliq hukumatining qurilganligi jakarlangan. 12-noyabr kuni Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti vaqtliq hukumati qurilganligi jakarlanib, Alixon To'ra Cumhuriyet raisi, Hokimbek Xo'ja muavin rais, Abdurauf Mahsum İbrahimi mazkur hukumatning bosh kotibi bo'ldi. Ana shuningdan tortib toki 1945-yili 9-oygacha bo'lgan 10 oy ichida Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti Ili, Tarbag'atay va Altay viloyatlarini to'liq ozod qilib, bu joylarda o'z hokimiyatini o'rnatib qolmay, keyingi 3 oy ichida butun Sharqiy Turkistonni to'liq ozod qila oladigan vaziyat shakllangan. Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining bosh kotibi Abdurauf Mahsum İbrahimi Sovet ittifoqining boshda bu inqilobni qo'llaganligi, hatto ozodlik tashkilotiga Uyg'urlarning mustaqil davlat qurishiga yordam beradiganligi haqida
va'da berganligini keyincha va'dasidan yenilib Sharqiy Turkiston va Uyg'urlarning taqdirini Xitoyga qo'shqo'llab topshirib berganligini alam bilan aytgan edi. U bu haqda inqilob boshlangan dastlabki oylarda ruslar bilan suhbatlar bo'lgan edi. Biz ruslarga ishonmagan. Biz ularga sizlar tarixda biz Uyg'urlarni necha qitim oldinglar, satdinglar. Ya'ni yerim yo'lda setivitsizlar. Biz sizlarga ishonmaymiz deb ching turdik. Lekin ruslar bu qitim hargiz undaq bo'lmaydi. Sizlar cho'qim mustaqil bo'lasizlar deb uzun va'dalarni berdi. Keyin inqilobimizga yordam qildi. Ozodlik urushimizga to'liq aralashdi. Keyin Manasni to'xtatib qo'yib, bizni Xitoylar bilan majburiy bitimga zo'rladi. Biz yana yuqorqi so'zni aslatib, bitimga berishga unamadik. Urush qilib, Urumchiga, ondan Qumul Xitoy chegara fasilidagi Or yulduz eg'izga qadar boramiz dedik. Lekin ruslar bizga yana quruq va'da berib, Uyg'urlar Xitoy territoriyasida xuddi Sovetlar birligidagi cumhuriyetlardek alohida bir ittifoqdosh cumhuriyet shaklida bo'ladi dedi. Biz yanili bitimga qarshi turdik. Lekin uzun putirab tura olmadik. Biz bitimga berishga unamagan edik. Ammo boshqalar ketdi. Oxiri qopqonga yanili biz tushdik. Ruslar bizga Qizil Xitoy xuddi Sovet ittifoqidek bir cumhuriyetlar birligidagi federatsiya shaklida bir davlat bo'lib quriladi. Sizlar shuning ichidagi bir federativ cumhuriyet bo'lasizlar. Xuddi bugungi Sovetlar birligidagi respublika cumhuriyetlardek huquq, imtiyozlarga ega bo'lasizlar deb bizni majburiy Xitoyga qo'shib qo'ydi. Xitoylarmi shundoq va'dalarni berib 1949-yili vatanimizga kirib oldi. Hey. 20-asrdagi milliy ozodlik inqilobi tarixiy shaxslarining xeli ko'pi 1949-yildan boshlangan muhojirat hayot musofirlarini boshdan kechirib chet ellarda hayotdan o'tdi. Bo'libmi 1944-yildan 1949-yillardagi Sharqiy Turkiston Cumhuriyetini qurishga qatnashgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining hukumat, harbiy va boshqa har sohalarida ayni vaqtlardagi xizmatlari va qo'shgan tuhfalari bilan nomi keng tanilgan bir qism arboblar boshqa minglagan sobiq Sharqiy Turkiston inqilobi ishtirokchilari qatorida 1955-yildan 1962-yillari orasida Sovet ittifoqiga ko'chib ketib, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston cumhuriyetlariga yerlashib, shu joylarda hayot kechirib dunyodan ketdi va ularning qabrlari chet ellarda qoldi. Ana shu qatorda 2005-yili 3-avgust kuni 1944-yili 12-noyabr G'oljida qurilgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining qurg'uvchilaridan biri hayotining dastlabki yerimini ona vatanida dushmanga qarshi kurash qilish, qolgan yerimini musofirchilik bilan o'tkazgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti hukumatining bosh kotibi Abdurauf Mahsum Ibrohimiy 91 yoshida Almutada vafot bo'ldi.